Sog'lom ayol sog'lom oila demakdir. Xotin-qizlarning jismoniy va ruhiy salomatligi, farzandlar tarbiyasi, oiladagi muhit va kelajak avlodning barkamolligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli Olmaliq kon metallurgiya kombinatida e'lon qilingan ayollarni e'zozlash oyligi doirasida kombinat tarkibiy bo'linmalarida faoliyat yuritib kelayotgan xodimalar uchun sayyor tibbiy ko'rik tashkil etildi. Respublika sog'lom avlod uchun xalqaro xayriya jamg'armasi bilan hamkorlikda ambulans tibbiy ijtimoiy brigadasi tomonidan kombinat mis kompleksida o'tkazilgan tibbiy ko'rikda mis eritish zavodi va mis boyitish fabrikalarining ayollari ishtirok etishdi. Terapevt, akusher-ginekolog, nevropatolog, oftalmolog kabi soha mutaxassislari xodimlarning shikoyatlarini tinglab, ularga zaruriy maslahatlar berishdi. Kelayotgan 8-mart bayrami bilan butun kombinat ayollarim chin qalbimdan tabriklayman. Bugun bizga ayollarni bepul tibbiy ko'rikdan o'tkazyapti. Ishimizdan bo'shab, oiladan bo'shab bu tibbiy ko'riklarga o'z vaqtida bora olmaganligimiz sababli kombinat rahbariyatidan ish joylarimizga ginekologlar, terapevtlar, hamma doktorlarni o'zlari olib kelib bizni tibbiy ko'rikdan o'tkazyapti. Biz kombinat rahbariyatidan juda katta minnatdormiz. Markaziy ta'mirlash mexanika zavodida bo'lib o'tgan tibbiy ko'rikda texnik nazorat xizmati, markaziy analitik laboratoriya, avtomobil transporti, ishlab chiqarishni avtomatlashtirish, elektr tarmoqlari va sanoat temir yo'l transporti boshqarmalari, rug' zavodi, Olmaliq metallurg qurilish tresti, ikkinchi mis boyitish fabrikasi, idoraviy harbiylashtirilgan qo'riqlash xizmati, issiqlik elektr markazi, moddiy texnik ta'minot, sanoat suv hamda neft mahsulotlari ta'minoti boshqarmalari, texnik tizimlar xavfsizligi xizmatining xotin-qizlari qamrab olinib, shifokorlar tomonidan ularning salomatligi tekshiruvdan o'tkazildi. Og'ir mehnat sharoitida ishlovchi, sog'lig'ida shikoyati bor hamda ijtimoiy himoyaga muhtoj xodimlar uchun o'tkazilgan tibbiy ko'rik davomida ultratovush diagnostikasi ham amalga oshirildi. Mutaxassislar tomonidan ayollarga sog'lom turmush tarziga amal qilish, to'g'ri ovqatlanish, jismoniy faollikni oshirish hamda muntazam profilaktik ko'rikdan o'tib turish bo'yicha tavsiyalar berilib, turli antibiotik vositalar, vitaminlar to'plami hamda ko'z tomchi dorilari bepul tarqatildi. Xotin-qizlar salomatligini mustahkamlash, kasalliklarning oldini olish va erta aniqlashga qaratilgan mazkur loyiha Qalmoqir kon boshqarmasida ham tashkil etildi. Unda iste'mol mollari ishlab chiqarish, loyiha ishlari, texnologik transport boshqarmalari, Kovuldi koni, Yoshlik 1 direksiyasi, innovatsion texnologiyalarni ishlab chiqish va joriy etish, shuningdek, o'quv markazlari hamda portlovchi materiallar zavodining nozik xilqat vakillari ortiqcha ovoragarchiliklarsiz, mablag' va vaqt sarflamasdan salomatliklarini nazorat qilish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Tibbiy ko'rik davomida mutaxassislar xodimlarga mavsumiy kasalliklarning oldini olish, immunitetni mustahkamlash, to'g'ri ovqatlanish va gigiyena qoidalariga amal qilish bo'yicha ham maslahatlar berishdi. Ayollar salomatligini asrash va qo'llab-quvvatlashga qaratilgan mazkur tashabbus doirasida 3 kun davomida 500 nafarga yaqin xotin-qizlar bepul tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Bu esa o'z navbatida kombinatda inson omiliga berilayotgan yuksak e'tiborning amaliy ifodasidir. Bu kabi loyihalar nafaqat kasalliklarning erta aniqlanishiga, balki ishchi xodimlar o'rtasida sog'lom turmush madaniyatini shakllantirishga ham xizmat qiladi.